Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq taqib o'rganganmiz. Laserda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men xonada. Ajrashaylik. Sen nega jim turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Tuxum kalan yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxovkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimishim. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana moshinkangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasam, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgan bo'taloq. Biz bechora o'zi bilan kulida yuvar edik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Neyse ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, Xush kelibsiz mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi.